O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 462, 463, 465, 468, 471, 473 moddalariga amal qilib sud hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi, 112-moddasi 1-qismi va 273-moddasi 2-qismi bilan aybdor deb topilsin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 400 barovari, ya'ni 136 ming so'm, 136 million so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59, 61-moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qo'shish yo'li bilan uzil-kesil Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi hamda bazaviy hisoblash miqdorining 410 barovari, ya'ni 139 million 400 ming so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Sud nima uchun bunday qaror qabul qildi? Hukm mazmunini tushuntirib berishimiz kerak. Karimov Sanjarbek 168-moddasi 4-qismi va 112-modda 1-qismi, 273-moddani 2-qismi bilan ayb e'lon qilingan. Birinchi epizod bo'yicha 168-moddani 4-qismi A bandi bo'yicha sud majlisida, sud tergovida bevosita barcha ishga daxldor bo'lgan shaxslarni so'roq qildik, savol-javob tarzida o'tkazdik. Aniqlangan holatlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining plen qaroriga ko'ra, Oliy sudining plen qarorining 12-bandiga ko'ra, agar qonun talablariga muvofiq tuzilgan bitimlar, shartnomalar yuzasidan nizoni sudda ko'rish natijalari bo'yicha taraflardan birida o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritishga nisbatan qasd, mulkni yoki unga bo'lgan huquqni egallashdan oldinroq paydo bo'lganligi aniqlansa, sud bu haqda jinoyat alomati bor yoki yo'qligini aniqlash uchun prokuratura idoralariga xabar qilinishi lozim deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, sud tergovi davomida aniqlangan holatlarga ko'ra, Alimbayevalar oilasi Rismatov Shahzodga uyni vaqtinchalik garovga berish va buning evaziga qandaydir biznes ishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan vaqtinchalik garovga berish nuqtai nazaridan uylarini berishga rozi bo'lgan. Vaholanki notarial idorasiga borilganda bu bino yoki turar joy, uy-joy garov uchun emas, balki oldi-sotdi shartnomasiga asosan rasmiylashtirib olingan. Shunday bir vaziyatda Karimov Sanjar Bahrom o'g'li tomonidan 12 kun muddat ichida uyni qaytarib berishi Alimbayevalarga ma'lum qilingan. Yakunda Rismatov Shahzod O'zbekistondan chiqib ketganligi yoki Dubay shahrida Qozog'iston Respublikasida bo'lganligi munosabati bilan Alimbayevalar to'yi buzilganligi, bundan tashqari o'ziga tegishli bo'lgan uy-joyga egalik qila olmaganligi nuqtai nazaridan sudlanuvchi Karimov Sanjar Bahrom o'g'li bilan munosabatga kirishadi. Munosabatga kirishgan vaqtda Karimov Sanjar Bahrom o'g'li bevosita bu mazkur uy-joy Rismatov Shahzod yoki boshqa holatlar yuzasidan uyning garovga berilganligi, sotilmaganligi yuzasidan bevosita xabardor bo'la turib, uy-joyni boshqa shaxsning nomiga o'tkazib, begonalashtirishga harakat qilgan. Agarki bundan tashqari 112-moddasi bo'yicha Rahmatulloy va Feruza tomonidan ko'rsatma berildi. Buni sud tergovi davomida sud majlisida Rahmatulloy va Feruza bilan sudlanuvchi Karimov Sanjar o'rtasidagi so'zlashuv stenogrammasi eshitildi. Unga ko'ra Karimov Sanjar tomonidan dastlab haqoratli so'zlar bilan Rahmatulloy va Feruzaga murojaat qilingan va buning ortidan o'g'lingni tobutini ko'ramasan yoki unday yoki bunday so'zlar bilan qo'rqituv yoki zo'rlik ishlatish bilan so'zlar ishlatilgan. Sudlanuvchi Karimov bevosita buni ta'kidlab o'tdi. Men haqorat qildim. Buni tan olaman va omma oldida uzr so'rayman, kechirim so'rayman, takror inkor etmadi. Va shuningdek Rahmatulloyeva bilan olib bo'lgan suhbatlardagi barcha so'zlar unga tegishli ekanligini ham inkor etmadi. Sud tergovi davomida sudlanuvchi Karimov bir narsani ta'kidlab o'tib, agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, shu so'zni himoya so'zida ham ta'kidlab o'tyapti. Men Rahmatulloy va Feruza bilan gaplashganimda o'g'lim uchun men javobgar emasman, pulini to'lay olmayman, osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor degan so'zidan keyin jahlim chiqib haqoratli so'zlar bilan haqorat qildim va bu haqoratli so'zlarim
ommaviy axborot vositalariga yoki ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligi nuqtai nazaridan menda real qo'rquv xavfi paydo bo'ldi. Ya'ni menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin yoki menga nisbatan qamoqqa olinishlardagi ehtiyot chorasi qo'llanilishi mumkin degan real xavfni bilganim uchun men Rahmatulloy Feruza bilan gaplashgan vaqtimda unga taklif berdim. Advokat yordam berish kerak bo'lsa yordam beradi advokat, o'g'lingni ishiga yordam beradi. Bu narsani sun'iy intellekt amalga oshirganligini ta'kidlab o'tgan, men tomonidan bajarilmaganligini aytib o'tdim deb bevosita ko'rsatma beryapti. Jabrlanuvchi Rahmatulloyevaga aytilgan o'g'lining tobuti keladi. Hali unday qilaman, hali bunday qilaman degan so'zlardan Rahmatulloyeva bevosita, bilvosita o'ziga tahdidni, zo'rlikni his qilgan deb hisoblaydi sud. Sudlanuvchi Karimov uyidan olingan giyohvandlik vositalari bo'yicha so'roq savol javoblarda giyohvandlik vositalari unga tegishli emasligi, balki marhum otasiga tegishli ekanligi haqida bevosita ko'rsatma bergan. Va bu so'roq bayonomalarida ham o'zini aksini topgan. Shuningdek, tergov vaqtida shu ola-bula rangli palto ichki cho'ntagidan olingan giyohvandlik vositasida keyin DNK tekshiruv natijalari o'tkazilgan. DNK tekshiruv natijalariga ko'ra ushbu paltodagi yuqlar bevosita sudlanuvchi Karim Sanjar Bahrom o'g'liga tegishli ekanligi tasdiqlangan. Ana endi e'tibor berish lozim bo'ladiki, sud shu narsaga ahamiyat berdiki, olingan giyohvandlik vositalari ikki xil turda va ikki xil vaznda. Ikki xil turda va ikki xil vaznda hisoblanadi. Va bu giyohvandlik vositasida narkologik ekspertizasi o'tkazilgan vaqtda sudlanuvchi Karimov hayoti davomida giyohvandlik vositasini iste'mol qilib ko'rmaganligini, bu haqida tushuncha bo'lmaganligi haqida ma'lum qilgan. Bu xulosa bevosita sizga nisbatan, ya'ni sudlanuvchi Karimovga nisbatan o'tkazilgan narkologik ekspertizasini Stepanov tomonidan tasdiqlangan narkologik ekspertiza xulosasida diqqat bilan eshiting. Diqqat bilan eshiting. Sud majlisining olib borish tartibiga rioya qiling. Iste'mol qilmaganligini bayon etgan. Shu nuqtai nazardan tergov davomida ham xuddi shunday ko'rsatma berib kelgan va sudlanuvchi Karimov va uning advokatlarining talabiga ko'ra qonun doirasida dastlab epizod jabrlanuvchilar, guvohlar so'roq qilinib, so'ngra sudlanuvchining ko'rsatmasi tinglandi. Tinglangan ko'rsatmalarga ko'ra sudlanuvchi Karimov bevosita marhum otasiga tegishli bo'lgan deb ta'kidlab kelayotgan giyohvandlik vositasini bir marotaba iste'mol qilib, ikki marotaba deb aytyapman. Iste'mol qilib, qolgan qismini keyinchalik iste'mol qilishi mumkin deb saqlab kelganligi haqida ko'rsatma berdi. Tergov vaqtida, ekspertiza o'tkazish vaqtida, sud tergov vaqtida turli qarama-qarshi bergan ko'rsatmalaringiz, beqaror ko'rsatmalaringiz va olingan giyohvandlik vositalari ozginadan ko'p miqdorda bo'lganligi va turli manzillarda, turli miqdorlarda, turli ko'rinishlarda topilganligi buni keyinchalik o'tkazish maqsad saqlash deb sud baholadi. Sudlanuvchi Karimovni uyidan tintuv davomida olingan brelok yoki suvenir yuzasidan tezkor qidiruv xodimi vakiliga harakatlarga huquqiy baho berish uchun Toshkent shahar prokuraturasiga xususiy ajrim chiqarilib, e'tiborga yetkazilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, jabrlanuvchi Rahmatulloyeva Feruza Amanullayeva tomonidan sudlanuvchi Karimovning advokati Abduraimov Mansur akaga nisbatan hamda ommaviy axborot vositalari vakillariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish va ma'muriy javobgarlikka tortish haqida ariza taqdim etgan. Unga ko'ra, advokat Abduraimov tomonidan unga nisbatan o'qib eshitiraman, o'z mijozini himoya qilish vakolatidan chetga chiqqan holda menga jabrlanuvchiga nisbatan bir necha marotaba jamoat joyida haqoratli, sha'ni va qadr-qimmat kam so'zlarni ishlatganligi, shuningdek mahkum bo'lsa-da Rismatov Shahzod Bahrom o'g'lini hozirgi kunda O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra har qanday shaxsni, jumladan mahkumlarni ham haqoratli va kamsitish qat'iy taqiqlanadi degan joyi uchun advokat Abduraimov himoyachi bu advokat bilan turib salbiy oqibatlarga sabab bo'lishi bila turib qasddan
menga va mening oilamga turib salbiy a'zolarga nisbatan sha'ni va qadr qimmatini obuzlantirish so'zlar bilan murojaat qilgan. Shuning nuqtai nazardan Jinoyat kodeksining 140-moddasi bo'yicha jinoyat qo'zg'atish bo'yicha xususiy ajrim chiqarishni talab qilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari tomonidan o'tgan galgi sud majlisida go'yoki jabrlanuvchi Rahmatullayeva Feruza sudlanuvchi Karimov Sanjardan 300 ming AQSh dollar talab qilganligi haqida ma'lumotlar internet axborot vositalariga sizdirilgan. Mana shu holat bo'yicha fotosuratlarni ham taqdim etgan, u yerdagi izohlarni, kommentariylarni taqdim etgan. Bu holat bo'yicha e'lon qilgan, nashr qilgan yoki boshqacharoq tarzda ommaviy axborot vositalariga yetkazgan shaxslarning harakatlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik alomati borligi uchun xususiy ajrim chiqarishni so'ragan va oxirgisi yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar bo'yicha inobatga olishni so'ragan. Biz jabrlanuvchi Rahmatullayeva Feruzaga tushuntirish beramiz. Advokat Abdurayevni sud majlisida keltirilgan barcha sud majlisi bayonnomasida mavjud. Shuningdek, advokat Abdurayev tomonidan Rismatov Shahzodga nisbatan ta'kidlab o'tilgan sud majlisi bayonnomasida qayd etilgan, ya'ni bu sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi borligi uchun firibgar deb men aytib o'tyapman degan so'zlari va boshqa so'zlari bo'yicha qandaydir e'tirozingiz bo'lsa, marhamat qilib huquqni muhofaza qiluvchi organga, shuningdek advokatlar palatasiga murojaat qilish huquqingiz borligi tushuntiriladi. Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari vakillari kimlar bo'lsa menga noma'lum, menga ayon emas. Shu shaxslar tomonidan kim sizni so'zingizdan go'yoki jabrlanuvchi, sudlanuvchi Karimov Sanjardan 300 ming AQSh talab qilganligi holati yuzasidan xuddi shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilish orqali o'zingizni huquqingizni tiklash mumkin bo'ladi. Va oxirgisi, jinoyatning oqibati yetkazilgan ma'naviy zarar bo'yicha sudning hukmida batafsil bayon qilingan jabrlanuvchi Rahmatullayeva va Alimbayevaga jinoyat oqibati yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar yuzasidan kelgusida fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgan. Shuning bilan Karimov Sanjar Bahrom o'g'liga nisbatan o'tkazilgan sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi va so'zim so'ngida e'lon qilingan hukmdan qonun talabiga ko'ra proses ishtirokchilari, sudlanuvchi va jabrlanuvchilar hamda advokat va prokuror norozi bo'lishga, shikoyat keltirishga, apellyatsiya tartibida va protest keltirishga haqli ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tgan holda advokatlarga nisbatan bugundan boshlab 10 kunlik muddat ichida apellyatsiya tartibida shikoyat va protest keltirish huquqi borligi tushuntiriladi. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Sud majlisini tugatdim men.